Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun 5-mart 2026-yil. Menimcha butun O'zbekistonimizda ob-havo yomg'irli. Barchalarga bahoriy kayfiyat tilagan holda haydovchilik guvohnomasini olish uchun imtihon test markazlarida tayyorlanayotgan aka-uka opa-singillarim va obunachilarimga barchalarga ushbu Avtoexam, Pravacha, Avtotest Pro ilovalarini maslahat berib qolardim, taklif qilib qolardim. Bu reklama emas. Bu ilovalardan foydalanib, o'zingizni ustingizda ishlab, haydovchilik guvohnomasini a'lo natijalarga topshirib, testlarda haydovchilik guvohnomasini olishingizni so'rab qolaman. Kuzatib boringlar. Bugungi shablonlardan kelinglar 6-shablonni yechamiz. Kuzatib borayotganinglar uchun kattakon rahmat. Obuna bo'lishni unutmang. Qo'llab-quvvatlayotganinglar uchun hammanglarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Xo'p, savol o'qiyman. Piyodalarga yo'lni piyodalar o'tish joyidan tashqarida kesib o'tishga ruxsat etiladimi? To'g'ri javob. Yo'lning qatnov qismi chetiga nisbatan to'g'ri burchak ostida uning ikkala tomoni yaxshi ko'rinib turadigan, ko'rinish masofasida o'tish joyi yoki chorraha bo'lmasa, ajratuvchi bo'laksiz va to'siqsiz yo'llarda kesib o'tishga ruxsat etiladi. Izoh. Yo'l harakati qoidalarining 4-bobi 17-bandi piyodalar yo'lining qatnov qismi piyodalar o'tish joylaridan, shuningdek yer osti va yer usti o'tish joylaridan, ular bo'lmaganda esa chorrahalarda trotuar chizig'i yoki yo'l yoqasi bo'ylab kesib o'tishlari kerak. Piyodalar ko'rinadigan oraliqda o'tish joyi yoki chorraha bo'lmasa, ajratuvchi mintaqasiz va to'siqsiz yo'llardan yo'lning ikki tomoni yaxshi ko'rinadigan joydan qatnov qismining chetiga nisbatan to'g'ri burchak ostida kesib o'tishga ruxsat etiladi. Ikkinchi savol. E'tibor beramiz belgiga ham, avtomobilga ham va bu yerda ko'rsatib o'tilgan burilish chiroqchasiga ham. Savolni o'qiyman. Bu joyda hovliga burilishga ruxsat etiladimi? To'g'ri javob. Ruxsat etiladi. Yo'l harakati qoidalarining 2-ilovasi 1-bo'limining 1.11 belgisi faqat bir tomonda qayta tuzilishiga ruxsat etilgan yo'l qismlarida bir yo'nalishdagi yoki qarama-qarshi kelayotgan transport oqimlari ajratadi. Qayrilib olish, to'xtash maydonchalari va shunga o'xshagan kirib-chiqish joylarida harakatlanish faqat bir yo'nalishda ruxsat etilganligini ko'rsatadi. Javobimiz ruxsat etiladi. 3-savol. Belgilarga e'tibor beramiz. Ushbu belgilar aholi punktlari xavfli yo'l qismi boshlanishidan qancha masofa oldin o'rnatiladi? To'g'ri javobimiz 50-100 metr. Yo'l harakati qoidalarining 1-ilovasi 1-bo'limi 1.1, 1.2, 1.5, 1.32 ogohlantiruvchi belgilari aholi punktlarida xavfli joydan 50-100 metr, aholi punktlaridan tashqarida esa 150-300 metrdan oldin o'rnatiladi. Zarurat bo'lganda bu belgilar 7.1.1 qo'shimcha axborot belgisi ko'rsatilgan boshqa masofada ham o'rnatilishi mumkin. Demak, javobimiz 50-100. 4-savol. Avtomagistralda shatakka olishga ruxsat etiladimi? To'g'ri javobimiz istalgan usulda ruxsat etiladi. Izoh. Yo'l harakati qoidalarining 24-bob 145-bandi shatakka olish quyidagi holatlarda taqiqlanadi. Rul boshqaruvi ishlamayotganda transport vositasi qisman ortish usuli bilan shatakka olish bundan mustasno. 2 va undan ko'p transport vositalari shatakka olingan va shatakka olgan transport vositasining ulagich bilan birga umumiy uzunligi 20 metrdan ortiq bo'lsa, ishchi tormoz tizimi ishlamayotgan transport vositasining haqiqiy vazni shatakka olgan transport vositasining haqiqiy vaznini yarmidan ortiq bo'lsa, haqiqiy vazni kam bo'lgan bunday transport vositasini faqat qattiq ulagich bilan yoki qisman ortish usuli bilan shatakka olishga yo'l qo'yiladi. 2 g'ildirakli mototsikllar bilan, shuningdek bunday mototsikllarni yo'l yaxmalak, sirpanchiq bo'lgan hollarda egiluvchan ulagichda istalgan usulda ruxsat etiladi. To'g'ri javobimiz.
5-chi savolni o'qiyapman. Belgilangan yo'nalish bo'ylab harakatlanayotgan avtobus haydovchisi ushbu sharoitda yo'l berishi kerakmi? To'g'ri javobimiz kerak. Yo'l harakati qoidalarining 16-bob 105-bandining teng ahamiyatga ega bo'lgan yo'llar kesishgan chorrahada relsiz transport vositasining haydovchisi o'ngdan yaqinlashayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart. Bu qoida tramvay haydovchilari ham o'zaro amal qilishlari kerak. Bunday chorrahalardan keyingi harakat yo'nalishidan qat'iy nazar, tramvay relsiz transport vositalariga nisbatan oldin o'tish huquqiga ega bo'ladi. Javobimiz kerak. 6-savol. Xo'p. Yo'l harakati qoidalari, yo'l harakati xavfsizligi xodimiga e'tibor beramiz va piyodalarga, avtomobillarga ham. Savolni o'qiyman. Qaysi transport vositalariga harakatlanishga ruxsat etiladi? To'g'ri javobimiz qizil, ko'k va yashil avtomobillarga ruxsat etiladi. Yo'l harakati qoidalarining 7-bobi 38-bandiga tartibga soluvchi ishoralari quyidagi ma'noni bildiradi. Qo'llari yon tomonga uzatilgan yoki tushirilganda chap va o'ng yon tomondan tramvayga to'g'riga, relsiz transport vositalarida to'g'ri va o'ngga harakatlanishiga, piyodalar qatnov qismini kesib o'tishga ruxsat beriladi. Oldi va orqa tomondan barcha transport vositalarini va piyodalarning harakatlanishi taqiqlanadi. O'ng qo'li oldinga uzatilganda chap yonidan tramvay chapga, relsiz transport vositalari barcha yo'nalishlarda oldi tomonidan barcha transport vositalari faqat o'ngga harakatlanishiga ruxsat beriladi. Orqa tomondan va o'ngga yonga barcha transport vositalarining harakatlanishi taqiqlanadi. Piyodalar tartibga soluvchi orqa tomondan qatnov qismining kesib o'tishiga ruxsat etiladi. To'g'ri javobimiz qizil, ko'k va yashil avtomobillarga. 7-savol. Bu belgi tirkamali yengil avtomobillariga yo'lning shu yo'l belgisi o'rnatilgan qismi qanday eng katta tezlik bilan harakatlanishga ruxsat etiladi? To'g'ri javobimiz 80 km tezlik bilan. Yo'l harakati qoidalarining 11-bobi 79-bandining 3-xatboshiga asosan aholi punktlaridan tashqarida yengil avtomobillarga ruxsat etilgan. To'liq vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillariga tezlik soatiga 100 km dan oshirmasdan, shaharlararo qatnaydigan avtobuslarga va mikroavtobuslarga tezlik soatiga 90 km dan oshirmasdan, boshqa avtobuslar, tirkamali yengil avtomobillar, mototsikllar ruxsat etilgan to'liq vazni 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillariga tezlik soatiga 80 km dan oshirmasdan, tirkamali yuk avtomobillari tezlikni soatiga 70 km dan oshirmasdan harakatlanishiga ruxsat etiladi. Demak, to'g'ri javobimiz 80. 8-savolimiz. Qaysi hollarda qoida ogohlantirish ishorasini berish talab qilinadi? Qilmaydi. Qaysi holda qoidalar ogohlantirish ishorasini berish talab qilmaydi? To'g'ri javobimiz xavfli burilish belgisi bilan belgilangan yo'lning egri burilish joyida oldida. Izoh. Yo'l harakati qoidalarining 1-ilovasi 1-bo'limining 1.11.1, 1.11.2 xavfli burilish yo'l belgilari bilan belgilangan yo'lning burilish oldida chorraha va yo'l kesishmalarining yo'l harakati qoidalarining 1-ilovasi 4-bo'limining 4.1.2 harakatlanish o'ngga va 4.1.3 harakatlanish chapga belgilari o'rnatilgan tomonda chorrahaga kirib kelayotganda chorraha aylanma harakat tashkil qilgan bo'lsa, chorraha kirishga qoidalar ogohlantirish ishorasini berish talab qilinadi. To'g'ri javobimiz xavfli burilish belgisi bilan belgilangan yo'lning egri burilish joyi oldida. Aziz obunachi va kuzatuvchilarim, kuzatib borayotganlar uchun barchalarga rahmat deb qolaman. O'zingizni ustingizda ishlab, haydovchilik guvohnomasini olish uchun imtihon test savollariga ushbu ilovalardan foydalanib, a'lo natijalar ko'rsatishga harakat qiling. Men sizga ishonaman, albatta haydovchilik guvohnomasini olasiz. Barchalarga rahmat, obuna bo'lishni unutmang. Abbosxon TV'da qoling. Hali yangiliklar oldinda. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.